Hozirgi kunda yosh bolalarni eng ko'p qiynayotgan muammolardan biri bu gijjalardir. Aslida esa inson organizmi gijjalarga qarshi o'zining tabiiy himoya mexanizmiga ega. Ammo bu himoya kuchli ishlashi uchun tanada yetarlicha vitamin va minerallar bo'lishi juda muhim. Inson tanasi gijjalarga qarshi qanday himoyalanadi? Organizmga gijja kirishi bilanoq ichaklarda maxsus shilliq modda ishlab chiqarila boshlaydi. Aynan shu modda begona organizmlarning ichaklarda yashab qolishiga yo'l qo'ymaydi. Agar bolada vitamin va minerallar yetishmasa, ushbu tabiiy himoya mexanizmi yaxshi ishlamaydi. Natijada sintetik dorilar qabul qilinadi va gijjalar vaqtincha o'ldirish mumkin. Lekin ichkaridagi muhit o'zgarmaganligi sababli tashqaridan kirgan bakteriyalar orqali gijja yana rivojlanadi. Nima qilish kerak? To'g'ri yo'l immunitetni mustahkamlab, organizmni tabiiy ravishda shilliq modda ishlab chiqarishni normaga keltirishi bilan gijjalar bunday muhitda yashay olmaydi. Ghana Excel korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu kasha 100% tabiiy bo'lib, bolalarni immunitetini mustahkamlaydi va vitamin va minerallar bilan ta'minlaydi. Yanada to'liqroq ma'lumotni pastda post orqali bilib olishingiz mumkin.